Hammaga xayrli kech, qalisizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, yaxshi dam olibsizlarmi? Assalomu o'zinglar ochib oldinglar. Biz ham aylanishlardan keldik yaqinda. Men tushunmayman-da, yani lichkadan yozadi bir xillachi. Gulyapman, ro'za tutyapsizmi? Gulyapman, tutyapsizmi ro'za? Namoz o'qiysizmi? Sanga dema. O'zing o'qi, o'zing tutur o'zingni. Biz o'zimiz bilamiz qachon tutib, qachon tutmasligini. Allohga shukr, hozirgi paytda hamma ro'za tutadi, namoz o'qiydi. Shuni aytishimiz shartmi? So'rayvermanglar, lichkadan hadeb yozavermanglar. Nervimmi bizib? Men sizlarga paftarushka, legushka emasmi? Abdinglar qursin sizlarni. Sizlarga nima? Hamma o'zi uchun namoz o'qiydi, o'zi uchun ro'za tutadi. Har bitta musulmon ayol, musulmon erkak, to'g'rimi? Voy, zakot berdingizmi? Voy, nima qildingiz? Nima ish qilyapsiz? Aytishim shartmi? Ahmoq odam bidillaydi. Nima qilyapti, nima qo'yyapti, nech pul soqqa topyapti, ahmoq odam aytadi. Tixi edish, darshi bu dishlar bor, spokойно o'zini jinnilikka solib yuradiganlar bor, shunaqalar milliarder bo'lib ketadi-da. Ya'ni bizga o'xshaganlar etmaydi, nima ish qilishini, qayerdan pul kelishini ham etmaydi. Shuning uchun bilib yozinglar hammanglar. Xo'pmi? Kelinlar, ayniqsa kelinlar, qizlar yozadi. Erkaklar emas, uncha bitta erkaklar ham bor-ku. Har xil jinni savol bermanglar. Men sizlarga отчётdan bermayman. Voshim. Hech kim ishi yo'q. Men sizlardan hech narsa so'ramayman, sizlar mendan so'ramanglar, aytib qo'ydim sizlarga. To'g'risida nervim buzib, asam buzib, lichkam 100 mingta odam, 100 mingta odam yozaverasizlarmi hadeb. Hurmatli yosh yigitlar, telefonimni so'ramanglar. 50 yashar xotinman, 3 ta nevaram bor. Bo'qimmonmi so'rab telefonimmi? Telefoningiz nechi? Tanishinglar. O'tdan keldim, iftorlikka boringlar. Bunaqa gaplar gapirmaydi katta xotinlarga. O'zinglarni sal yig'ishtirib olinglar. Bizani ko'chalarda yurib, yigitlar bilan uchrashib yuradigan xotin emasmiz, biz katta xotinmiz. Dis qo'shilsiz 15 yashar xotin emasman men sizga. Gap egasini topfoladi. Mana shu ko'rib turibdi meni. Shu bola. Patsan bola, 25 yashar bola degan birovga gapini qarang. Siz deb keldim palonchi viloyatdan de, uchrashuvga iftor qilinglar deydi. Men iftor qilib yuradigan xotin ekanmanmi? Ko'cha yurib. Uyimda o'tiraman, uyimda namozimni o'qib, Xudo avlo deb navarlarimga qarab. Kuninglar yaxshi o'tsin jonalam. Sizlarni yaxshi ko'raman, sevaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Negativchilar so'kmanglar, ro'zan kunda so'kmanglar. Talanma qichitmanglar. Bitta so'ksam yomon qilaman lekin. Sizlarni sevaman, bola. Nabdiylar.